Ginekomastiyani operativ davolayman chunki men jarrohman. Mening ismim Farhodjon, doktor Adilman. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Yuqorida ko'rib o'tgan operatsiya jarayonimiz bu ginekomastiyani operativ yo'l bilan davolash hisoblanadi. Ginekomastiya nima? Ginekomastiya erkaklarda ko'krak bezi to'qimasining o'sishi bilan kelish jarayoni hisoblanadi. Bu semizlikdan kelib chiqadigan psevdoginekamastiyadan tubdan farq qiladi. Asosiy sabablari gormonal disbalans, testosteron miqdorining kamayishi, estrogen miqdorining ortishi bilan kechadi. Dori vositalari, antidepressantlar, steroidlar, yurak dorilari, omeprazol va shunga o'xshash dori vositalari. Uchinchisi, tana vazni ortishi. Tana vazni ortganda estrogen miqdori ham kam ortadi. To'rtinchisi, jigar va buyrak kasalliklari. Beshinchisi, bu yoshga doir o'zgarishlar, ya'ni o'smirlarda va keksalarda uchraydi. Belgilari qanday bo'ladi? Ko'krakning bir tomoni yoki ikkala tomonini notabiiy shishishi, o'zgarishi, og'riq bo'lishi, qizarishi yoki paypaslar ko'rganda qattiq bezni hosil bo'lishi bilan kuzatiladi. Tashxisi: shifokor qo'l bilan paypaslaganda katta bezni qo'l bilan sezadi. Keyingilarida qon tahlillarida, ya'ni qondagi testosteron, prolaktin, estrogen miqdorini laboratoriya tahlilidan o'tkaziladi. Uchinchisi, UZI yoki mammografiya qilinadi. To'rtinchisi, bemordan anamnez yig'iladi, ya'ni qanday dori vositalari qabul qilganligi so'rab surishtiriladi. Davolash sababiga qarab gormonal disbalansni joyiga keltirish, ya'ni testosteron, estrogen, prolaktin gormonlarini normaga keltirish. Ikkinchisi, semiz bo'lsa, semizni ozdirib ko'rish. Uchinchisi, agar estetik jihatdan noqulaylik yoki shish, og'riq bo'lsa, buni albatta operativ yo'l bilan davolash tavsiya etiladi. Bu holat o'smirlarda ham kuzatiladi. O'smirlarda odatda o'z-o'zidan o'tib ketadi. Bunday jarayonlarda vrach endokrinolog kuzatuvda turiladi va shunga qarab dori vositasi qilinadi yoki bemorning o'sishi davomida, o'smirligi davomida o'zi o'tib yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni qayta so'rilib ketadi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har qanday kasallikni vaqtida davolagan va oldini olgan ma'qul. Agarda sizda ham xuddi shunday ko'krak bezining shishi, og'riq yoki qizarishlar kuzatilsa, albatta bizga murojaat qiling. Bunga bizga yaqinda yordam berayotgan xirurgimiz Turdimat Farhodjon Odiljonovich sizga o'z malakali xizmatlarini tavsiya qiladi. Bizdan bog'lanish uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziq ma'lumotlar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.